Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari, o'zbek futbolga befarq bo'lmagan qadrli yurtdoshlar. Jahon chempionati saralash bosqichi 3-bosqichning 8-turidan o'rin olgan Eron hamda O'zbekiston milliy terma jamoalari o'rtasidagi Ozodiy stadionida kechgan bahs hozirgina 2-2 hisobida o'z yakuniga yetdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi 16-daqiqada Hojimat Erkinovning gol evaziga hisobni ochdi va 52-daqiqada Tarimiy hisobni tenglashtirdi. Shundan so'ng Abbosbek Fayzullayevning fantastik gol evaziga 53-daqiqada vakillarimiz 2-1 ko'rinishda hisobda oldinga chiqib olgan edi. O'yin tizginini anchagina o'z qo'liga olgan milliy terma jamoamiz vakillari yurtdoshlarimizga, vatandoshlarimizga jahon chempionatiga ozgina qolganini isbotlash niyatida edilar va omad birozgina yetishmadi. 83-daqiqada Tarimiy hisobni tenglashtirdi va 2-2 ko'rinishdagi hisob o'yin yakuniga qadar saqlanib qoldi. Guruhimizda ham yetakchi va mana shunday yetakchi jamoaga qarshi ajoyib o'yin o'tkazganlari uchun o'zbek o'g'lonlariga, O'zbekiston milliy terma jamoasiga o'z o'rnida tashakkur izhor etamiz.